Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man vala. Alloh yordami bilan amaliy vazifalarni boshlagan edik. Qisqacha eslab olaylik. Allohni do'sti bo'lishimiz uchun taqvoga erishishimiz kerak. Taqvoga erishish uchun Allohning tavfiqi kerak. Tavfiqni to'sadigan ikkita narsa bor. Birinchisi gunohlarimiz. Bundan tavba qilishimiz kerak. Ikkinchisi qul haqlar. Ya'ni birovning haqqini yegan bo'lsa, bundan rozilik so'rashimiz kerak bo'ladi. Chunki banda gunoh qilganda ruh Allohdan uzoqlashadi. Inson yolg'izlik his qiladi, siqiladi va natijada atrofdagilarga ozor beradi, zulm qilib qo'yadi. Bu ozorlarning sababi o'sha atrofdagi yo bola chaqasi yo boshqani shovqini yoki kimnidir yomon muomalasi bo'lmaydi. Haqiqiy sababi o'zini o'sha qilgan Allohdan uzoqlashtiradigan gunohlari bo'ladi. Masalan, birovni haqqini yeyish bo'lsin, ozor berish, g'iybat qilish kabilar. Shunga tavba qilib, rozilik so'rasak, tavfiq eshiklari ochiladi. Buni birinchi vazifada qildik, Allohning fazli bilan. Keyingisi, Alloh bizni kechirishi uchun biz boshqalarni kechirishimiz kerak, musulmon birodarlar. Endi kechirishimiz oson bo'lishi uchun bizga ozor bergan odamlar bizni tuzalishimizga sababchi deb bilishimiz kerak. Chunki o'zimiz Allohdan taqvo so'radik, isloh qilishini so'radikmi? Alloh mana shu odamlar bilan, ularni ozori bilan bizni isloh qilyapti. Bu odamlar biz uchun shifobaxsh dori deb bilishimiz kerak. Shuning uchun qaytanga minnatdor bo'lishimiz, ulardan rozi bo'lib ketishimiz kerak, kechirib yuborishimiz kerak. Buni ikkinchi vazifada bajardik. Taxminan Qadr kechalarida qilgan edik. Bugun inshaalloh uchinchi vazifaga o'tamiz. Bu Allohning maxluqotlari haqida tafakkur qilish. Tafakkur qilsak Allohni taniymiz, tanisak bizda qo'rquv va umid paydo bo'ladi. Ya'ni ma'lumotdan his paydo bo'ladi. Chunki ketma-ketlik shunaqa-ku. Birinchi insonda fikr paydo bo'ladi, ma'lumot paydo bo'ladi. Keyin his paydo bo'ladi, ya'ni qalbga o'tgandan keyin boyagi ma'lumot. His paydo bo'ladi. Shundan ta'sirlanish paydo bo'ladi. Undan keyin insondan amal paydo bo'ladi. Axloq paydo bo'ladi va hokazo. Demak, Allohni tafakkur orqali tanish paydo bo'ladi va natijada bizda boyagi yaxshi hislar, ya'ni qalb amallari paydo bo'ladi. Qo'rquv, umid, muhabbat, ta'zim, Allohni ulug'lash, taqvo kabi qalb amallari paydo bo'ladi va natijada Alloh bizni yaxshi ko'radi. Bu eng katta baxt, Allohga suyukli banda bo'lish. Tafakkur haqida Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab." Shubhasiz osmonlar va yerni yaratilishida, kecha va kunduzni o'zgarib turishida aql egalari uchun alomatlar bor. Qanaqa alomat? Allohning borligiga, birligiga, nihoyatda qodirligiga, komil ilmiga dalolat qiladigan. Uni hikmatiga va rahmatiga, mehribonligiga dalolat qiladigan va boshqa sifatlariga dalolat qiladigan alomatlar bor. Boshqacha aytganda, butun borliqda, har bir maxluqotda, har bir mavjudotda Allohni tanishtiradigan alomatlar bor. Tafakkursiz iymon yuksalmaydi. Usiz hech kim Allohni topolmaydi. Tafakkurni ba'zi turlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, faqat Alloh yagona. Qolgan har bir narsani, ya'ni butun olamdan boshqa narsa bu, ya'ni Allohdan boshqa narsaga olam deyiladi. Ya'ni yaratilgan bular hammasi Alloh tomonidan. Hammasini jufti, sherigi bor.
Erkak va ayol, kecha va kunduz, quyosh bilan oy, yorug'lik bilan qorong'ulik, issiqlik bilan sovuqlik, hokazo. Har birini ketkizuvchi yo o'rniga o'tadigan narsa bo'ladi. Masalan, kirni suv ketkizadi. Yorug'likni masalan qorong'ulik ketkazadi yoki qorong'ulik payti yorug'lik esa unisi ketadi. Demak, bu sherigi yoki jufti deyiladi. Toza havo qarshisida kir havo, masalan, kislorod, karbonat angidrid qarshisida turadi va hokazo. Ya'ni hamma narsani sherigi bor va biz mana shu narsani sherigi nima deb tafakkur qilishimiz kerak. Har narsani juftini topishga, sherigini yo o'rnini to'ldiradigan narsani topishga harakat qilishimiz kerak. Bu tafakkur nimaga kerak? Allohning yagonaligi sobit bo'ladi bunda. Insonning qalbida qaror topadi. Har qanaqa narsada tafakkur qilish kerak, ya'ni maxluqotlarda. U nima uchun yaratilgan? Qanaqa foydasi bor, qanaqa zarari bor? Zarari bo'lsa nima sababdan kelyapti? Masalan, kasallik kelsa, kasallikning sabablari bor. O'sha sabablar ketkazilsa, kasallik ham ketadi, shifo keladi. Bular hammasi signalga o'xshaydi. Odam signalni anglasa, muammoni yechimini topgan bo'ladi. Masalan, qalb qorayishi gunoh sababli. Va demak, siqilish qalb qorayish sababli va boshqa bir musibatlar kelishi. Endi qalb qorayishi gunoh sababli. Uni tavba ketkazadi. Uni esa shartlari borki, o'sha gunohini inson anglash kerak, tan olish kerak, afsuslanish kerak, tashlash kerak, boshqa qilmaslikka qasd qilish kerak va hokazo. Shunda qalb oqaradi. Demak, hamma narsa ota-ona, farzand, daraxt bo'ladimi, mevami, dengizdagi baliqlarmi, nima uchun yaratilgan? Qanaqa hikmat uchun? Yirtqich hayvonlar, ilon, chayonlar nima uchun yaratilgan deb inson tafakkur qilishi kerak. Odam har maxluqni ko'rganda Allohni ko'rmasa, Allohni tanimabdi. Har maxluqni ko'rganda Allohni ko'rmasa, iymoni komil bo'lmabdi. Qachon iymon komil bo'ladi? Har maxluq bizga Allohni eslatganda. Nimaga qarasangiz Alloh esingizga tushursa, shunda insonning iymoni komil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda tafakkur haqida yana aytadi. Allazina yazkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ular turgan, o'tirgan va yonboshlagan holda Allohni zikr qiladilar va osmonlar va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladilar. Demak, Allohni eslab, ba'zida turgan holda tafakkur qiladi, ba'zida o'tirgan, ba'zida yotgan. Va bu tafakkurdan Allohning komil ilmi va qudratini ko'rishni boshlaydi. Nihoyatda hikmatliligini, o'ta mehribonligini ko'radi. Va Robbana ma xalaqta hada batilan deydi. Parvardigora, buni bekorga yaratmagansan. Va qalbida boyga ta'zim paydo bo'ladi, ulug'lash. Subhanaka. Ey Alloh, sen ayb va nuqsonlardan poksan. Keyin qalbida qo'rquv paydo bo'ladi. Faqina azabannar. Bizni do'zax azobidan saqlagin deb beixtiyor Allohga yolvoradi. Mana shu oyatda ochiqcha misol, demak, Allohni tafakkur qilishdan insonda boyga ta'sirlanish paydo bo'lishi, unda qalb amallari qo'rquv paydo bo'lishi, Allohni ulug'lash paydo bo'lishi va uni amalga, ma'lum bir zikrlarga, duolarga sabab bo'lish ko'rinyapti. Ba'zi ulamolar aytgan, agar insonlar Allohni buyukligi haqida fikr qilganda, Allohga ma'siyat qilmagan bo'lardi. Ma'siyat qilmaslik taqvodir. Taqvo degani buyruqlarga amal qilish, qaytariqlardan qaytish degani. Shariatga amal qilish, mana shu taqvo.
Inson gunoh qilyaptimi? Taqvo yo'qligi bu. Demak, taqvoning yo'qligini sababi, gunohlar sababi tafakkurni yo'qligi. Endi tafakkurga yordam beradigan narsa nima? Birinchisi uslubini o'rganib olish kerak. Keyin shu hayvonot, umuman olam, o'simliklar olami bo'ladimi, nabotot, jamoadot bo'ladimi, jonsiz narsalar yoki insonni o'ziga tegishli narsalar bo'ladimi? Yo yulduzlar va koinot bo'ladimi? Shu haqida ma'lumotlarimizni ko'paytirishimiz. Shularga bog'liq hujjatli filmlar ko'rish mumkin. Ma'lumotimiz ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi shularni ko'rgandan keyin boyagi ma'lumotlarni, narsalar Allohga bog'lashga harakat qilish kerak. Uslub qanaqa? Tafakkur uslubi ba'zi ulamolar aytishgan 3 ta bosqichdan iborat. Birinchisi, nima haqida tafakkur qilmoqchi bo'lsangiz, shunga diqqat bilan nazar solish. Masalan, qaysidir hayvonga, qaysidir o'simlikka, yulduzlarga, osmonga, insonni o'ziga va hokazo. Diqqat bilan nazar solish. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat. Tuyaga qaramaydilarmi? Qarang, nazar solmaydilarmi deb. Qanaqa yaratilgan. Ikkinchisi, o'sha narsani yaratilish hikmatini o'ylash. Alloh nima uchun yaratdi? Bunda qanaqa xususiyatlar bor, qanday hikmatlar bor deb uni Allohga bog'lash. Masalan, chorva hayvonlarni o'ylasa, shularni foydalari toki inson uchun yaratildiki, bularni sutidan foydalanadi, yungidan, go'shtidan foydalanadi va hokazo. Bular hammasi Allohning hikmati, Allohning rahmati, fazli karamiga bog'lanib ketadi. Va uchinchi bosqich xulosa chiqarish. Demak, ibrat yoki xulosa chiqaradiki, demak Alloh o'ta hikmatli zot ekan. O'ta mehribon, o'ta saxiy zot ekan degan xulosa chiqib keladi. Mana shu zot meni yaratgan egam deb inson Allohga qul bo'lishdan faxrlanadi. Shunaqa zotga men qulman deb faxrlanadi. Va qalbida boyagi hislar, taassurotlar paydo bo'ladi shu paytda. Ya'ni samimiy ixlos bilan qilsa, qalbida taassurotlar paydo bo'ladi. Allohga nisbatan muhabbat, sog'inch paydo bo'ladi. Shukurga to'ladi qalb. Masalan, pashshani olaylik. Mana shu axlatlarda yuradigan. Ikkita murakkab ko'zi bor. O'sha har bitta ko'zda minglab linzalar bo'ladi, ya'ni minglab kichkina ko'zlar bo'ladi. Va tepada ham, boshi tepa qismida ham 3 ta kichkina ko'zi bor deyiladi, oddiy u. Shuning uchun pashsha deyarli hamma tomonni ko'radi. Oldini ham, o'ng, chap, orqalarini ham deyarli hamma tarafdan ko'radi. Shuning uchun hali o'ldirmoqchi bo'lganingizda har tarafdan qochib ketaveradi. Bir qanotida zahar, bir qanotida davo bor deganlar payg'ambarimiz. Nima uchun endi axlat joylarga, sassiq joylarga qo'nadi? Chunki u bo'lmasa viruslar paydo bo'ladi. Ya'ni hikmati kasallar tarqaladi. Bu chunki o'sha axlat yoki boyagi chirindilar, chiqindi va hokazo o'lik narsalarni shular bilan oziqlanadi va ularni tez parchalanishiga sabab bo'lib, ya'ni tabiatni tozalaydi. Bu tabiiy tozalovchilar. Shuning uchun, ya'ni pashshani yo'qotish emas, o'sha yomon hidni, axlatni yo'qotish kerak. Ba'zilar axlatni o'rniga pashshani yo'qotish kerak deb o'ylaydi, ya'ni bu tafakkuri yo'qligini. Bularni chunki hammasini vazifasi bor. Alloh bekorga yaratmagan. Biron hayvonni, biron jonsiz yoki jonli narsani Alloh koinotda bekorga yaratmagan. Hammasini hikmati. Va hammasini yo bevosita yoki bilvosita insonga foydasi bor. Butun koinot insonning foydasi uchun yaratilgan. Inson Alloh uchun yaratilgan.
Allohga qullik qilish uchun yaratgan. Ular o'zini vazifasini yaxshi bajaryapti, insonga xizmat qilib. Endi inson vazifasini bajarishi bu o'ziga bog'liq. Chigirtka qushlar ham shunaqa. Chigirtkani ma'lum bir oziq zanjirida o'zini o'rni bor. Masalan, qushlar u bilan oziqlanadi. Qush bo'lmasa chigirtka ko'payib ketadi. Bular foydasi ham bor, ma'lum zarari ham bor. Birini zararini boshqasi ketkazib turadi. Ya'ni tabiatda muvozanatni saqlab turadi. Tabiat bo'lsa inson foydasi uchun yaratilgan. Demak, boyagi pashsha bitta foydasi tabiatni tozalovchi bo'lsa, ikkinchisi oziq zanjirida muhim o'rin tutadi. Qushlar u bilan oziqlanadi. Qurbaqa, baliq, o'rgimchak va hokazo. U bo'lmasa oziq zanjiriga demak ma'lum bir putur edi. Keyingisi ba'zida gullari changlatadi. Guldan gulga uchib yurib, o'sha changini bir-biriga yuqtiradi. Natijada o'simliklar ko'payadi, meva beradi. Va keyingisi tabobatda ba'zi pashshalarning tuxumlaridan yarani tozalashda foydalanishgan. Endi ba'zida kasallik ham tarqatishi mumkin. Bunda ham hikmat bor. Chunki bu kimgadir gunohlariga kaforat bo'ladi, kasal bo'lsa. Kimdir uchun jazo va ibrat bo'ladi, dars bo'ladi. Demak, har holatda bizni foydamiz uchun yaratilgan. Alloh ham qudratini ko'rishimiz mumkin, ilmini, hikmatini, mehribonligini ko'ramiz. Demak, pashshani shunchaki bir tanishmas, uni xususiyatlarini bilsak, shunda Allohga olib boradi. Agar Allohga olib bormasa, bu tanish hisoblanmaydi. Har qanaqa maxluqot. Insonlardan bir misol. Alloh ayollar uchun erni ne'mat qilib qo'ydi. Shukr qilmasa do'zaxga tushadi. Mashhur sahih hadisda Ibn Hibbon rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya ma'sharan nisa tasaddaqna." Payg'ambarimiz hayit kuni ayollar orqada edi. Sadaqa to'playotganda Alloh yo'lida o'sha tarafga o'tib bir sahoba bilan o'shanda aytdilar: "Ey ayollar jamoasi, sadaqa qilinglar." Boshqa rivoyatda qo'shimcha keladi va istig'for aytinglar. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Chunki sizlar do'zaxni o'tinini ko'pchiligisiz. Ya'ni do'zaxni o'zi boshqa hadisda ham keladi-ku, do'zaxni aksari ayollarligini ko'rdim deb. Bu yerda do'zaxni o'tinini aksari ayollar deb. Shunda ayollar ichidan bittasi turib aytdiki: "Lima ya Rasululloh? Nima uchun ya Rasululloh?" deganda faqala li annakunna tukthirna shaka va takfurna al-ashir. Chunki ko'p shikoyat qilasizlar va erni yaxshiligini inkor qilasizlar. Shukr qilmasa nimaga ayol do'zaxga tushadi? Shuni tafakkur qilib ko'raylik. Sababini. Boshlanishga qaytsa, jannatdagi mukammal joyda Odam alayhissalom zerikdi. Juft xohladi. Alloh taolo oldindan bilardi Odam alayhissalom zerikishini. Alloh hammasini biladi-ku. Nima uchun birga yaratib qo'ymadi yaratayotgan payti juftini ham? Agar birga yaratganda ayolni erni oldida qatirib olmas edi. Shunga odamni ayolga muhtojligini birinchi his qildirdi. Hattoki jannatda ham ayolga muhtojligini his qildirib, keyin yaratib berdi. Toki ayol eri nazdida qadrli bo'lish. Balog'atda bir qoida bor. Husulu shay ba'da talab az va alaf. Bir narsani izlagandan keyin, qidirgandan keyin topilishi qadrliroq va lazzatliroq bo'ladi. Qiynalmay shunday kelsa ko'pincha odam qadriga bormaydi.
Demak, agar birga yaratganda ayol qadr bo'lmasin. Endi nima uchun erkakni qovurg'asidan yaratdi? Yuragiga yaqin bo'lgan qovurg'adan yeyapti. Toki qalbiga yaqin bo'lish uchun, suyukli bo'lish uchun. Bu yerda Allohni ayolga naqadar mehribonligini ko'rish mumkin. Lutfini ko'rish mumkin. Endi shunga qaramay, agar ayol bu erdan nima ko'rdim desa, xuddiki Allohga bu ne'matingdan nima ko'rdim degandek bo'ladi. Shuning uchun bu gap jahannamga kirishga yetadigan gap bo'ladi. Chunki Allohga g'azabini keltiradi. Allohga nonko'rlik bo'ladi. Arzimagan narsalarni bahona qilib, Allohning buyuk ne'matlariga noshukrlik bo'lib qoladi. Payg'ambarimizni siyratini o'qigan odam beixtiyor payg'ambarimizni yaxshi ko'rib qoladi. Shunga o'xshab Alloh taoloning sifatlarini, ishlarini va maxluqotlarini tafakkur qilgan odam Allohni yaxshi ko'rib qoladi. Chunki cheksiz qudratini va ilmini ko'radi. Hikmat va rahmatini, lutfu karamini ko'radi. Demak, tafakkur nimaga kerak? Allohni tanish uchun, shukr qilish, yaqin qilish uchun, ya'ni shubhasiz ishonish. Va'dalariga bo'lsin, Allohning so'zlariga. Yaxshi ko'rish, ulug'lash va hokazo taassurotlar, hislar uchun, qalb amallari uchun. Bizni Allohni yaxshi ko'rishimiz juda ham yuzaki. Yaxshilab o'ylab qarasak, juda ham yuzaki. O'zimizga ko'p ko'rinishi mumkin. Odam o'ziga beradigan bahosi ko'pincha baland bo'ladi. Qayerdadir oyda yilda bir qalbi yumshab ketsa, yarimta ko'z yosh chiqsa, o'zini Allohga nihoyatda muhabbatliman deb o'ylab olishi mumkin. Oyda yilda bir hech qilmagan ibodatini qilsa, farishtaga aylanayotgandek his qiladi inson o'zini. Shu darajada inson bir haligi aldanuvchi, tez g'ururga beriluvchi. Juda ham yuzaki aslida. Bizni Allohga hislarimiz, yaxshi ko'rishimiz u. Chunki tanishimiz yuzaki. Xuddi birov masalan hayotda misol sovchi bo'lib borsa, qo'shnilaridan surishtirsa, bir yigit yoki qizni shu haqida nima deysizlar deb, ular yaxshi tanimasa, masalan yuzaki bir ikkita narsasini ko'rgan bo'lsa. Masalan ko'chada bir ikki marta salom bergan bo'lsa, bir ikki kosa ovqat chiqargan bo'lsa, shu bilan yaxshi odam deb guvohlik berishiga o'xshaydi. Shunaqa darajada tanishimiz ham shunaqa zaif, muhabbatimiz ham shunaqa zaif. Yuzaki tanish bilan haqiqiy chinakam tanish farqi bor. Yaxshi deyish bilan yaxshi ko'rish farqi. Shunga agar mana bu tafakkur vazifasini yaxshi qilsa, ixlos bilan, samimiyat bilan qilsa har kuni, Alloh shunaqa sevgi, shunaqa xursandchilik berib qo'yadiki, shunaqa baxtiyorlik berib qo'yadiki, boshqa qullar qaniydi men ham shuni hojasiga qul bo'lsam deydi. Shuni orzu qiladi. Ya'ni baxtsizlikdan dunyo tor kelib qolgan, boshi g'am, qayg'udan chiqmay qolgan mol dunyo qullari, obro' e'tiborlik qullari, obro' e'tibor qullari, mashhurlik quli, nafs qullari sizni ko'rib, sizni zohiriy, botiniy baxtiyorligingizni ko'rib, boyagi soxta ilohlarni tashashadi. Yaratganga bo'yin egishadi.
va ular ham siz topgan baxtiyorlikni topadi. Demak, har maxluqda hikmat va foydalar bor inson uchun. Chunki insonni foydasi uchun yaratilgan. Hasharotlar, ari, kapalaklar orasimi? Ular gullari changitadi masalan. Eng birinchi ko'ringan oddiylardan. Daraxtlar ko'payishiga sabab bo'ladi, o'simliklar meva berishiga. Yirtqich hayvonlarmi? Hattoki dengizda tagidagi insonga aloqasi bo'lmagan zohiran hayvonlarda ham hikmat bo'ladi. Insonga foydasi bo'ladi. Chunki bevosita yo bilvosita dedik-ku, vosita bilan bo'lishi. Insonga foydasi bo'lgan qanaqadir hayvon u bilan oziqlanishi mumkin. Yoki tabiatdagi muvozanatni ushlab turishi mumkin. Oziq zanjiri va hokazo. Tabiat inson uchun yaratilgan. Demak, natijada insonga foydali bo'ladi. Zararli hayvonlarda ham hikmat bor. Ilon, chayon va hokazolarda zaharidan dori olinadi. Birovni masalan chaqsa gunohiga kafforat bo'ladi kimgadir jazo bo'ladi bu aytilgandek. Oziq zanjirida o'zini o'rni bo'ladi. Oxiratdagi azobni eslatadi bular. Demak, hamma narsani tafakkur qilishimiz kerak. Jonli, jonsiz, quyosh, oy, daraxt, insonning o'zidagi qosh, kiprik, soch, hamma narsa. Tafakkur qilmasa nima bo'ladi? Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins." Batahqiq biz dozoq uchun ko'p jin va insonlarni yaratdik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dozoq uchun yaratilganlari sifatini qarang, tafakkur qilmaydigan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularni qalblari bor, ular bilan o'ylamaydi. Anglamaydi. Va lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ular ko'zlari bor, ular bilan ko'rmaydi. Va lahum azanun la yasma'una biha. Ularni quloqlari bor, ular bilan eshitmaydi. Ulaika kal an'am. Ular chorva hayvonlari kabidir. Balhum adol, balki ulardan ham adashganroq. Bunaqa inson sigir, qo'y va hokazolar chorva hayvonlardan ham adashgan bo'lyapti, qani? Ulaika humul g'ofilun. Ana shular g'ofildirlar. Demak, ko'zi, qulog'i, fikrini ishlatmagan odam, tafakkur qilmagan odam g'ofil va hayvondan ham adashgan. Demak, vazifamiz nima? Vazifamiz 3-chi har kuni bitta narsani tafakkur qilish. Jamoadot, nabotot, hayvonot, inson, koinot shulardan bittasini tafakkur qilsa yetadi. Ham Allohga tanib muhabbatimiz ziyoda bo'ladi, ham ko'nikmaga aylanadi bu narsa. Mashq qilavergandan keyin odatga aylanib qoladi. Ko'zimiz tushgan narsada Allohni ko'radigan bo'lamiz. Hamma narsa bizga Allohni eslatadigan bo'ladi. Iloji bo'lsa birov bilan sherik bo'lib olish ham mumkin. Bir-biriga eslatadi. Hattoki tafakkurni bir-biriga aytishi ham mumkin. Chunki narigi odam balkim yaxshiroq tushungan bo'lishi mumkin. Undan umuman kutilmagan fikrlar chiqishi mumkin foydali. Uni uslubi sizga foyda beradi. Sizning uslubingiz unga foyda berishi mumkin. Birovga kelgan fikr boshqaga kelmaydi-da. Alloh taolo amal qilishga hammamizga tavfiq bersin. O'zini tanitib qo'ysin. Eng sof va eng chinakam qullik nasib qilsin. Eng sof va eng chinakam muhabbat nasib qilsin. Amin.